Onam kecha bitta qizcha tashab ketdi men. Men bu holatdan xo'rlanib, ichkiliga berilib ketib, alkash, bo'lmish bo'lib ketdim. Na o'yim bor, na joyim bor. Keyin bir kuni Buxoroning ko'chalarida aylanib yursam, bir uchimni sentra ko'zim tushib qoldi. Bile, bu qanaqa joy ekan dedim. Kirib ko'rsam, so'rasam, bu qanaqa joy desam, beri Nefrit akademiya dedi. Binani so'rgat ekan. Haymayl dedimda bir o'rganay deb 3 oy davomida o'rgandim. To'liq o'rgandim, onasini ham zo'r o'rgatdi ekan. Trading o'rgatmay ekan, binani o'rgatdi ekan bular. 3 oy o'qib chiqqandan keyin bova kuchaydi, bularga o'rgatib boshladim keyin o'zim. Keyin bovani puli ko'payib ketdi. Bir qarasam qizcham kelib, kechirim so'raytibdi. Mani kechiring. Shunday qilib bova Nefrit akademiyaga borib kuchayib ketdi. Sizlar ham boringlar. Onam kecha bitta qizcha tashab ketdi men. Men bu holatdan xo'rlanib, ichkiliga berilib ketib, alkash, bo'lmish bo'lib ketdim. Na o'yim bor, na joyim bor. Keyin bir kuni Buxoroning ko'chalarida aylanib yursam, bir uchimni sentra ko'zim tushib qoldi. Bile, bu qanaqa joy ekan dedim. Kirib ko'rsam, so'rasam, bu qanaqa joy desam, beri Nefrit akademiya dedi. Binani o'rgatdi ekan. Haymayl dedimda bir o'rganay deb 3 oy davomida o'rgandim. To'liq o'rgandim, onasini ham zo'r o'rgatdi ekan. Trading o'rgatmay ekan, binani o'rgatdi ekan bular. 3 oy o'qib chiqqandan keyin bova kuchaydi, bularga o'rgatib boshladim keyin o'zim. Keyin bovani puli ko'payib ketdi. Bir qarasam qizcham kelib, kechirim so'raytibdi. Mani kechiring. Shunday qilib bova Nefrit akademiyaga borib kuchayib ketdi. Sizlar ham boringlar. Men senga o'kin aytdim bacham. Kallangdagi yung olib tasha deb. Nima kerak? Nima qilasan bu yungni? Radik, men keldim jalla. Bu kim bu? Ha bacham? Kim bu? Jo'ram bu dada. Nima sizlar hammalaringiz qurvaqaga o'xshab o'tirasizlar? O'zim o'rgatantimda bular. Tekshirli doda. Mehmon kelibsiz, addushi rahmat. Endi jo'rayza qo'shilasiz tozi, yerda ishlaysizlar. Tushundingmi? Tushunmadim. Aytmadingmi? Adingga men dam olishga kelganman, jalla. Dam olishga kelgansizmi? Ha. Bittasini odam etdim. Endi mehmon sizni ham odam etaman. O'yingizda ish bormi? Bu yer bitta rabotchi kelgan. Pulini men bilan gaplashasiz faqat. Ana shu rabotchi hamsa. Yangi kelgan. 5 oling. Kuniga ishlagani uchun 50 mingdan beraman. 50 ming to'g'ri kelmaydi. 80 ming so'm. Normal ishlaydi. Hamsa, buni men olib ketamdan keyin men o'z Likey